Надо было меня снять на видео. Вы сейчас снимаете? Да. Надо было до и после. Маным машу orqalarim грыжа, сидалищный нервmi, остеопорозmi или почками qattiq spazm bergan. Shunaqa yomon bo'ldim. Tekis yotolmaganman. 2 hafta tekis yotolmadim. O'zimizda городской poliklinikada yotdim. Mani tuzatmadi. 10 kuncha yotdim. O'tdi bo'lmadi hech qanaqa rezultat. Kuni tuni yig'lab, og'riqlardan chidolmay, diklofenat ukollar bostirib uribman. Bolalarim qarasa уже отдышка yomon bo'lyapman. Yuragim yomon bo'lib, отдышка og'riqlar chidolmadi. Keyin bolalarim mana shu yerga olib keldi. Mayli. Bir sutkada bir kun menga mana shu qanaqa energiya yaxshi berdi dori tanaqalar, men yaxshi bo'lib ketdim. Avvalo Allohdan opa, shifo, bu dorilar ikkilamchi narsa. Avvalo sog'ayishga bo'lgan ishonch, ixlos qilish deydi, ixlos qilib kelsiz, Alloh shifo bersin, ilohim yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Baraka topinglar, umringiz uzoq bo'lsin. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Bemorimizga noto'g'ri tashxis qo'yish oqibatida juda kuchli og'riq sindromlari bo'lgan va ularda juda ham mahalliy yallig'lanishga qarshi dori vositalar juda ham ko'p qabul qilingan, lekin kerakli davo muolajalar to'liq belgilanmagan, to'g'ri belgilanmaganligi sababli bemorimiz bir necha kun boshqa shifoxonada ozor chekkanlar. Hozirda bemorda to'liq tekshiruv amaliyotlari amalga oshirilmoqda. Bularni tashxislari bilan keyingi qo'yadigan videolarda sizlarni xabardor qilib boramiz. Hozirda bemorimiz ijobiy natijalar bilan bizani kuzatib borsalar, keyingi o'tkazilgan tekshiruvlar va qanaqa tashxis qo'yilgani haqida sizlarni to'liqroq tanishtirib boramiz.